risk qilib tushish ham bo'ladi, ko'tarish ham bo'ladi-da. Pulni miqdoridan oladigan bo'lsak, masalan, endi chiqib kelayotgan hali birinchi darajali rasxodlarini yopmagan insonlar uchun 3-4 ming dollar katta pul hisoblanadi-da. O'sha paytlarda masalan meni o'zimda qanaqa holat bo'ldi? Mana o'zim risk qilganimda, bitta mashinam bor edi, o'z mashinada yurardim. Yana bitta Spark avtomat mashina chiqib qoldi-da. O'shani ko'rdim, qarayapman, tezroq chiqadigan, u paytlarda qiyinroq edi avtosalondan chiqishi mashinani. Risk qildim, bor pulimni borib to'ladim. Hozir masalan pulim turibdi, u pulni men muzlatgandan ko'ra risk qilib, ya'ni ko'paytirish maqsadida pul to'ladim. Borib shunday to'ladim. Endi qarshiliklar ham bo'ldi. Hozir nima qilasan, qo'y, nima kerak bor, yana mashina shunaqa holatlar bo'ldi. U paytda shunaqa oqim edi-da, mashinaga pul to'lansa, yaxshiroq foyda qilsa bo'lardi. Bordim, sira salonga bordim, 44 millionmi, 46 million pul to'ladim Spark uchun. 2-3 kundan keyin uje Spark narxi 74 million bo'lib turibdi-da. Men risk qildim, kattaroq foyda keldi-da. Bu kichkina bitta narsa, bitta kichkina faktor-da. Qolgan holatlarda ham o'ylab, analitika qilib, bozorni hajmi, sig'imini o'ylab, rashodni olib, to'g'ri oqimga tushib risk qilinsa, o'ssa bo'ladi.